o'zingizni tanishtirsangiz. Tak, assalomu alaykum. Ismim Sardor. Namanganda yashayman. Mm, Yoshim 16da. Shu. Hop, birinchi savol Sardor. Hop, meni ismim Ulug'bek, yoshim 16 Anjarliman, ten ekanmiz. Birinchi savol. Mhm. Siz Granma-Bayga nechinchi yilda kelgansiz? O'ynashni boshlagansiz? Men mobaylga 2024-yil kelganman. 2024-yil. Bu o'yinga kirishingizga kim sababchi bo'lgan yokida qandaydir xohishingiz yokida qiziqishlaringiz bo'lganmi? Bu o'yinga kirishimga PUBG'dan ketganim va strimerlar o'sha PUBG'dagi strimerlar uni reklama qilgan va YouTube'dan ko'rganman. Keyin qiziqib qolganman. Shu bilan kirib ketganman. Hop, birinchi shu o'yinga kirganingizda sizda tushunchalaringiz qanaqa bo'lgan? Birinchi kirganimda hammayam endi bilmaydi, man ham bilmaganman. Umuman iston tushunmasdim. Birinchi просто tak o'ynaganman. Keyin orada zerikib qolib o'yinni o'chirib yuborganman. Keyin oxiri yana tushunib turib o'yinga qaytib, keyin bunaqa hayot boshlanib ketgan. Hop, birinchi kirganingizda, masalan, hozirgi qozoq server, o'zbek serverlar bo'lmagan. Qaysi serverda Ya'ni o'ynagansiz? Faqat rus serverlar bo'lganda. 16-serverda o'ynaganman birinchi bo'lib. Hop, 16 serverda katta tarkibga ishga joylanganmisiz biron marta? Ha, ishlaganman. Va nechasida 8-9 bo'lib ishlaganman. Hop, MVD arzamasida ham 8-9, MVD Yujniyda ham 8 bo'lganman. Bo'ldi. Hop, shu, katta tarkibga kirganingizda birinchi obzorningizda sizda qanaqa taassurotlar bo'lgan? Hayajon bo'lganmi? Birinchi birinchi obzvonim voyannichasga bo'lgan. 8 ga o'tganman. O'ta hayajon bo'lgan, katta hayajon bo'lgan, chunki hayotimda birinchi marta obzvonga kirganman va hayotimda birinchi marta starshий sostavga o'tganman. U qiyin bo'lgan va hayajonli bo'lgan, katta taassurot qoldirgan. Siz shu muddat ichida mana 2024-yildan beri shu 2026-yil 6-oygacha jami nechta serverlarda skill oshirgansiz? Man serverlarda uncha skillga qaramaganman, chunki man ghostnikman. Вообще skill muhim bo'lmagan. Man 16-serverda oshirganman, o'zimni serverimda plus 38 da oshirganman. Ikkalasida ham 100 qilganman hammasini. Hop, nima maslahat berasiz mana shu obunachilarga administrator bo'lish foydalari nima? Maslahat berasiz. Aha. Administrator bo'lish foydalari, har hafta maosh olasiz o'ziga yarasha, keyin tajriba orttirasiz ancha, va, jamiyatda o'zingizni o'rningizni topasiz. Masalan, hech kim tanimaydigan odam bo'lmaysizda, o'shalardan chiqib turib, jamiyatga qo'shilasiz. Ancha, muloqot qilishni o'rganasiz. Masalan, boshqalar bilan birga muloqot qilish va, tajriba orttirish. Hop, siz mana shu obunachilarga Ghost Walna'da tajriba orttirishni tavsiya qilasizmi yokida, jinoiy guruhlarda, ya'ni OPGlarda? Asosiy bittasini tanlash qiyin, chunki ikkalasi ham ancha katta tashkilotlar. Ikkalasini ham o'ziga yarasha tajribalari bor. Man uchun eng ma'quli bu Ghost. Sababi Ghost'da man o'rganib qolganman. Man o'yinga kelishim bilan, birinchi bo'lib Ghostga ishga kirganman va hozirda ham Ghostda ishlayman. Bir marta to'g'ri OPGga borganman, u OPGni lekin eplamaganman. Masalan, Ghostnilarga srazu OPGga o'tib ketishni maslahat bermayman. Sababi, avval yaxshilab opit to'plab, yaxshilab tayyorlanib, keyin o'tishini maslahat beraman. Man uchun Ghost yaxshiroq.
Hozirgi kelayotgan обновленияларga, Grand Mobile'dagi kelayotgan обновленияларga sizni qisqacha fikringizni bildirsangiz? Qisqacha fikrim, hammasi yaxshi, yoraverishyapti. Hammasi chotki Hop, a bo'ladi. ayrim bir baglargacha, masalan, mana o'yinchilar, hop, Grand Mobile'ga kirishda, hm, internet yaxshi ishlab tursa ham, serverni o'zi otaveradi yokida, eee, chiqarib. Bunga qanday fikringiz? Bu baglar bo'lishi odatiy holat, chunki bunaqa katta proyektda, xatosiz ishlab bo'lmaydi. Bularni To'g'ri. sekin-sekin to'g'irlaganda hali, kelajakda hammasi zo'r bo'ladi. Albatta 2021-yildan 2026-yilga solishtiradigan bo'lsak, Grand Mobile, gizacha 85% o'zgarganini, narsa Aha, qila olaman, aniqlangan. ayta olaman. Zo'r. Xo'p, shu bilan savollarimiz tugadi. Rahmat Sardor, ishingizga omad. Mh, ha. Intervyu Rahmat uchun sizga ham. rahmat. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Ha, Xo'p. salom.